Shu bittasini tanlash kerak tanlovga. Ikkini tanlaylik, chunki birinchisi predictable. Risk katta birinchisi, lekin reward katta. Shunga ovoz beramiz, kim ovoz beradi? Просто uchinchi time limitimiz bor. Time limitimiz tugama qilish Soat 4 bo'ldi, 3 soat vaqtimiz qoldi. hali 1 soat o'qib bor. Samarali. Ikkinchisini qilamiz, ko'p. Nima? Chunki yo'q bo'lsa keyin men o'ylagandim, Samaradan keyin davom etib boraman. Agar yo'q bo'lsa unda yo'q. Unda ixtiyorsiz ixtiyoriy deyiladi. Короче, ikkini tanlandi. 90% ovoz berdi 2. Hop. Endi parser kombinatorlar haqida. Asha nima part 1 nima haqida gapirishimiz. Hop. Parser nimaligidan boshlaylik, chunki menimcha bu juda muhim tushunishga. Parser bu shunchaki ma'lumotni qanaqadir flat turdan bironta strukturali turga o'tkazadi. Masalan, JSON-ni string qilib bersa kimdir sizga uni siz haqiqatan JSON-ga aylantirib, uni masalan obyektni arrayni tekshirib ichiga kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha strukturasini o'rganmoqchi bo'lsangiz, parser ishlatishni kerak bo'ladi. Masalan, har xil usullar bor, har xil misollar bor. Source code-ni ham syntax tree-ga aylantirish ham parsing hisoblanadi. Ba'zida stringni stringga o'tkazish kerak bo'ladi, uni ham parser bilan ishlatsa bo'ladi. Endi siz bilan birga hozir parser kombinator yozib ko'ramiz. Parser kombinator deganda bu kichkina parserlardan kattaroq parserlar yaratiladi. Sizlar masalan misol uchun deylik, yerga nima qilay, misol qilay. Anavi nomi nima edi? Hozirgi o'tgan tilimizda Elvarda bunaqa kod yozsa bo'ladi, to'g'rimi? 1 +42 37 qilib shunaqa kod yozsa bo'lardi. Endi shu kodni masalan parse qilish uchun ana syntax string ham ko'rdinglar. Shuni add literal 42 37 shu holatga keltirish uchun parser ishlatishimiz kerak. O'ylab ko'rsanglar bo'ladi, buni qanaqa qilish mumkinligini. Lekin shunaqa. Uni o'ylab ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa qilishni qo'lda yozib chiqsanglar bo'ladi hamma qismini, lekin juda ham murakkablashib ketadi. Shuning uchun bu narsa o'ylab topilgan. Kichkina qismlardan katta parser yasab, kichkina qismlarni tezlab ko'rsa bo'ladi, katta qismini alohida tezlasa bo'ladi. Ish qilib oxirida juda ham qisqa va juda o'qishga oson kod paydo bo'ladi. Lekin o'ylab ko'rish kerak. Qanaqa qilib kichkina parserdan katta parser yasash mumkin ekan? Bu kodni ham yozamiz hozir, chunki kod rosa qisqa bo'ladi, uncha ko'p vaqt ketmaydi yozishga. Xo'p. O'ylab ko'rsa bo'ladi. Misol uchun parser bor deylik bizda. Parse boolean true yoki false ni parse qiladigan parser bor deylik. Endi u string olib turib boolean qaytaradi desak bo'ladimi? String olib turib boolean qaytaradi. Lekin bu yerda muammo bor. Agar string true yoki false bo'lmasa, unda nima qaytarish kerak degan. Shuning uchun maybe qaytaradigan qilishimiz kerak. Endi bu funksiyani yozsak bo'ladi. Masalan, agar string true bo'lsa, just true qaytaramiz. Agar string false bo'lsa, false qaytaramiz. Boshqa hollarda judaki nothing qaytaramiz. Ana oddiy parser bo'ldi. True yoki false ni Haskell'dagi true yoki false ga aylantiradigan. Lekin endi bu yerda muammo bor. Yana ham hozir parserni yana ham oddiylashtirash, chunki o'ylash oson bo'lishi uchun parse null degan. Stringni olib nullni tekshiradi. Masalan, null bo'lsa aynan just unit tuple empty tuple qaytaradi. Agar boshqa bo'lsa nothing qaytaradi. Ya'ni JSON parser yozasizlar, shunaqa nullni parser qiladigan qismi deylik. Juda ham kichkina qismi parserni, lekin parser desa bo'ladi. Endi JSONda
boolean ham bo'lishi mumkin yoki null ham bo'lishi mumkin. Misol uchun qaysi birini ikkovsini ham parserni nima qilib ko'rish kerak, stringni ishlatib ko'rish kerak va qaysi biri mos kelsa ashinisini tanlash kerak. Misol uchun shunaqa kichkina parser bilan ham katta yasasa bo'ladi. Bizga bu operatsiyalar kerak parser ustida. Combine operatsiyasi kerak. Mana masalan nullarni parse qiladigan parserni oladi. Mana shu nima edi? O'zbekchasi. Virgulni parse qiladigan parserni oladi va kombinatsiya qilib nuldan keyin virgul keladigan stringlarni parse qila oladigan, ya'ni ketma-ket qiladi ikkala parserni. Ha, to'g'ri. Hop. Endi yana bitta operatsiya alt deyiladi. Mana shu true'ni oladi, false'ni oladi va true yoki false ga aylantiradi. Yoki buni yana true yoki false'ni nullga ham parse nullga qo'shsa, true yoki false yoki nullni parse qiladiganga aylantiradi. Ya'ni shu ikkita operatsiyani nima qilmoqchimiz? Hozir kodimizda yozmoqchimiz. Tushunarli hozirgi holat. Hop. Lekin mana yozib ko'raylik. Bunaqa qilib funksiyalar ishlatish o'rniga bitta type yasab olaylik, osonroq bo'lish uchun. Data parser. Uning ichida run parser degan field bo'ladi. Uni type string olib, maybe type parameter bo'ladi. Type parameterni qaytaradi. Hop. Shu type'imiz bor. Endi bu yerga parser nima derdi? Bu qilamiz. Endi bu funksiyani anaqa holatga o'tkazish kerak. Case lambda case ni Error bo'lishi kerak. lambda case mana bu yerda. Hop, mana shu formatga o'tkazib olaylik hozir. Mana endi parser degan type'ning ichiga saqlayapsiz funksiyani qulayroq bo'lish uchun. Keyinchalik ko'rasiz, kerak ham bo'ladi, majbur bo'lamiz. Hop. Ikkinchisini ham shu holga o'tkazsak bo'ladi. Parser unique parser. Agar null bo'lsa shu bo'ladi. Bo'lmasa nothing bo'ladi. Hozir maksimum tushunishni to'liq ishlatmayapman. Nimaga parser deyapti? Alignment xatmat. Endi mana yozib ko'raylik, combine funksiyasini yozib ko'raylik. Combine A turli parser oladi, B turli parser oladi va A, B pairli parser qaytaradi. A, B parser. Bu yerga funksiya yozish kerak. Stringni oladi va nimadir qilib qaytaradi. Undefined ko'raylik. Undefined bu ashi shunchaki hamma yerga yozib qo'ysa bo'ladi, error chiqadi keyin. Compiler bilmiyorum. Короче, bu asli o'ylanishlar anaqa. Mana shu operatsiyani qilmoqchimiz. Lekin o'ylab qarasanglar, bu rosa katta muammo chiqadi. Qani, o'rganishdi. Mana butun tekstni olib, asha turni qaytaradigan type yasadik, yo error qaytaradi. Nothing error bo'lsa nothing qaytaradi. Masalan, null bo'lsa tuple qaytaradi, parse qilib, comma bo'lsa tuple qaytaradi deylik. Endi bu yerda muammo bor. Bu yerga qarasanglar, bizga butun string berildi. Endi bu ikkita parserimiz bor, lekin u parserga stringni qaysi qismini berish tushunmaymiz. Mana shu qismini berish kerakmi yoki bu qismini nima qilib bo'lib berish kerakmi, nima bo'lib berish kerakmi?
qaysi birini bo'lib berishni bilmaymiz. Bu yerda tushunarsiz. Bunisi yaxshi emas, shuning uchun boshqacha usul o'ylab topishimiz kerak. Biz bu yerda parserni define qilganimizda bunaqa degandik. Ma'lumotni float turidan strukturali turga o'tkazadi degandik. Va shuni eng oddiy usulda, ya'ni stringdan A ga o'tkazadigan funksiya qilib define qilgandik. Lekin buni usulda birlashtirib kombinatorlar yasash iloji yo'q bo'lib qoldi. Shuning uchun parserni ozgina o'zgartirishimiz kerak. Endi boshqa bunaqa usulda qilamiz. Butun tekstni oladi, shu turni parse qiladi va oshib qolgan tekstni qaytaradi. Masalan, true false bo'lib down or string kelsa, true'ni qaytaradi va mana shu oshib qolgan qismini qaytaradi. Tushunarli? Endi bu yerda o'zgartiramiz type'ni. Maybe o'rniga yana string qaytaradi qo'shimcha. Endi bu yerdan o'zgartiramiz. Stringni oladi. Endi view pattern ishlatib kelmayapti. Xo'p. Agar qanaqa bo'ladi? Particle qanaqa edi hozirda? String prefix ishlatamiz. String prefix shu prefix bo'lsa, birovdan move yozaylik, qulayroq bo'ladi. Agar move prefix bor bo'lsa, just restni qaytaramiz. Bu people va restni qaytaramiz. Error ko'rsatmayapti, to'g'ri. Pattern. Bunday qilish kerakmi? Hop, bu prefix degan funksiya nima qiladi? Mana shu prefixni oladi, mana bu prefixni. Uni mana shu stringni prefixi rostdan mashi bo'lsa, just qaytaradi. Just rest degani oshib qolgan qismini qaytaradi. Ya'ni shu prefixni olib tashlab, suffixni qaytaradi. Bo'lmasa agar prefix yo'q bo'lsa, unaqa nothing qaytaradi. Ya'ni qulayroq bu. Prefix borni tekshirib turib, keyin prefix uzunligini substring qilib olishdan shu qulayroq bo'ladi. Agar nima bo'lsa, o'sha prefix bor bo'lsa, mana bu a ni o'rniga bu yerda a, bu yerda a, bu yerda oshib qolgan qismini qaytarish kerak. Shu oshib qolgan qismini qaytaramiz, bu yerda nimani qaytaramiz. Endi buni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Mayli. Uni qaytadan import qiladi endi. Hop. Load qildik, endi tekshirib ko'ramiz. Run parser, parse null. Mana to'g'ri chiqdi. Mana bu unit qaytardi va oshib qolgan qismini qaytardi bu yerda. Ishlayapti hozircha. Endi combine funksiyasini yozib ko'ramiz. Yozilmayapti. Ha? Ko'rinmayapti? Recordingda ko'ramiz. Endi combine funksiyani yozib ko'ramiz. Combine funksiyada butun stringni olib, nimalarni qilishimiz kerak u bilan. Blok argumentlar yoniqligi uchun mana bu xavfni tushirib bo'ladi. Hop. Endi birinchi parserni ishlatib ko'ramiz. Okay, birinchi parserni yurgizamiz. Run parser.
shu stringni yurgizamiz. Agar u muvaffaqiyatli bo'lsa, rest a, val a, rest a. Agar muvaffaqiyatli qaytsa, buni oshib qolgan qismida ikkinchi parserni yurgizamiz. Qb rest a. Agar bu ham muvaffaqiyatli qaytsa, unda ikkalovi valyusini pair qilib qo'yamiz. Val a, val b ni pair qilamiz. Va oshib qolganini ikkinchi parserdan oshib qolganini butun parserdan oshib qolgan deymiz. Agar birortasida xato bo'lsa, nothing qaytaramiz. Type check bo'ldi. Hozir endi bu yerda nimasini ko'rsatib bo'ladi, diagrammasini ko'rsatib bo'ladi. Anidiki. Ishqilib mana shu yerda birinchi parserni yurgizamiz, u oshib qolgan parserda ikkinchi parserni yurgizamiz va ikkalasini keyin triplga aylantirib qo'yamiz bu yerda. Ya'ni combine qilganda mana shu chiqadi. Endi tekshirib ko'ramiz. Nullni null bilan combine qilib ko'ramiz. Buni o'ylab qarasanglar, ikkita ketma-ket nullni parse qilish kerak. Rostdan shunaqamikin tekshiramiz. Xo'p, run parser, combine, parse null, parse null. Va null nulldan boshlanadi. Orasida nima bo'lishi kerak? 1-2-3 bilan tugaydi deydi. Ana, to'g'ri ishladi. O birinchi nulldan javob, bu ikkinchi nulldan javob va mana bu oshib qolgan qismi. Orasida orasida mana bu space bo'lsa, nothing qaytarish kerak, chunki biz parser unchalik aqlli emas. Endi ikkinchi operatsiyani ko'ramiz. Qanday? Ikkinchi operatsiyani qani? Mana ikkinchi operatsiyani ko'ramiz. Alt deyiladi. Ikkiosini tekshirib ko'radi, qaysi biri ishlasa, ashinsini qaytaradi. Endi undan avval shu parse true va parse false ni yasab ko'raylik. O'ylab qarasanglar, mana parse nullda prefix qilib yozganimiz ni bitta alohida funksiyaga aylantirsa bo'ladi. Parse string degan. yoki shu qisqaroq qilib string deb nomlasa bo'ladi. String prefix string oladi va parser qaytaradi. Endi parse nullni qisqartirib yozsa bo'ladi. String null. Parse true ham string true. Parse false string false. Endi parse bool alt parse true va parse false bo'ladi. Lekin endi shu alt funksiyani yozishimiz kerak. Combine'dan tepada yozaylik. Alt funksiya ikkita parser oladi. Ikkalasi bir xil turib qaytarish kerak, chunki biz avvaldan bilmaymiz qaysi biri ishlashini. Shuning uchun ikkalasi A olish kerak. Ya'ni shunaqa. Hop, birinchi parser, ikkinchi parser va yangi parser yasaydi. Hop, bu parserimizni nima qilamiz? Birinchi chapdagi parserni ishlatib ko'ramiz. Run parser TAS. Agar bu muvaffaqiyatli ishlasa, Başında do'natesh to'g'ri yarashmasmi yo sizga shu pullarni maqsa Do'natesh. qisqaroq emasmi? ishlatsa bo'ladi, lekin u juda mumkin ma'no bilan tushunish kerak. Xudo ma'no bilan tushunish bilasizlar. Aslida tushundikmi, mana tushunaman. Bu holatda menimcha mashq bo'ladi. Oxirida perimetr borsa bo'ladi. Bu holatda o'zi aynan bu holatda alt yozishda donatation kerak ishlab bo'lmaydi, donatation bo'lmaydi. Lekin combine'da bo'ladi, deb bo'lmaydi. Xo'p, agar muvaffaqiyatli ishlasa, shunchaki o'zini qaytaramiz. Lekin xato ishlasa, ya'ni parse qila olmay qolsa,
ikkinchi parserini ishlatib qo'yamiz shunchaki. Ana. Shu bilan out bo'ldi. Mana shu 3 qator kod bilan out ketdi. Ana. Deyapti bu. Load qilishdan chiqib. Hop. Qanday qiladi? Load qilamiz. Run parser out false on string o'zgartiramiz. Mana ishladi. True bo'lsa ishlayapti. False bo'lsa, ya'ni true emas, ishlamamas bo'lsa, nothing qaytaryapti. Endi lekin bizga bu tuple emas, bizga nima qaytarish kerak? Bizga haqiqatan bool qaytarish kerak. Endi buni to'g'rilaymiz hozir. Buning uchun birinchi o'rinda functor degan nimani implement qilamiz. Functor degan type class implement qilamiz. U qilib fmap degan nimasi bor. Funksiya oladi A-dan B-ga. A parser oladi va B parser qaytaradi. Ya'ni A parserni outputini shunchaki funksiyani chaqirib qo'yadi. Yes. Case run parser A. Yes. Ya'ni shunchaki funksiyani chaqirib qo'yadi. Endi shu fmap funksiyani ishlatsak bo'ladi. Parse true'da string bizga hech nima qaytarmaydi. Shuning uchun uni fmap qilamiz. Bizga nima qaytarish qiziq emas, true qaytaramiz. Uni fmap qilamiz. Bizga nima qaytarish qiziq emas, false qaytaramiz doim. Mana shu jonga keldi. Asab. Hozir eshikni o'chirib qo'ysam bo'ladi. Endi mana turiga qarasak, parse bo'ldi. Mana bu pastda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda. Shu yerda chiqadi, parser bool deyapti. Parser bool. Metda ham yozib ko'rsa bo'ladi. Reload turib. Parser bool. Endi ishlab ko'rsa bo'ladi, run parser. Unitdan biz просто bo'lib qoldik. Funksiya bilan ya'ni shu fmap bizga parser qaytargan tur valueni ustiga funksiyani yurgiz degan. Ya'ni mana bu funksiyani true qaytaradigan funksiyani yurgizadi. Shu parser ishlasa, true qaytaradiganlarni qoladi, unit xatosi. Mana endi ishlayapti. True bo'lsa true bo'lyapti. False bo'lsa false bo'lyapti. Mana shu juda ham oddiy narsalar bilan, mana shu out funksiya bilan shu ikkita parserni birlashtirib oldik. Combine ham birlashtirib oldik. Endi bu yerda combine ishlatib ko'ramiz. 2 marta parse o'qib ko'ramiz. Va ikkita ketma-ket false bo'lsa, mana ikkita ketma-ket false qaytaryapti. Bittasi true bo'lsa, true, bittasini true qaytaryapti. Shu zo'r nimada? Endi yana bitta narsa, many degan operatsiya kerak bizga. Bu parserni oladi, masalan null va virgulni parser olgan va shuni xohlagancha qaytarsa bo'ladigan parser oladi. Empty bo'lsa, bir marta qaytarsa, 2 marta qaytarsa yoki shuncha marta qaytarsa. Ya'ni many deyiladi shuning uchun. Mana bu yerda nimaroq, qizilroq nima misol bor. True yoki false ni va undan keyin nima edi, virgul keladigan qilib, mana bu true falselik arrayni parse qila oladigan parserga aylanib qoladi. Hop. Bu
Bu yerda bu diagramma bor. Shuni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ishlatdim alt so'zning o'rniga keyin maqsadlar. Hop, mana menu. Menu deganni ana shu usulda implement qilsa bo'ladi. Nimani oshib qolgan stringni o'ziga qaytarib beradi va ishlayveradi. Oshib qolgan string bor bo'lsa ishlayveradi. Qachon nothing qaytarsa, mana bu yerda mana shu oshib qolgan stringni ishlaydi. Yana string oshib qolsa ashini yurgizadi va bu safar error bo'lgani uchun shu yerda to'xtaydi va oshib qolganini qaytaradi. Mana shu error bo'lishidan avval oshib qolgan stringni qaytaradi. Xo'p. Endi shuni yozib ko'raylik. Menu parser oladi va uni listini qaytaradigan parser beradi. Hop. Menu deylik. Hop. Bu parserni ishlatish uchun bu menu funksiyani yozish uchun biz parserni nima qilishimiz shartmiz. Combine va altni o'zidan foydalanib yozsak bo'ladi. Buni usulda yozsa bo'ladi. Yoki empty bo'ladi yoki mana yoki empty bo'ladi yoki parser ishlaydi va undan keyin parser ishlaydi va undan keyin yana menu o'zini o'zi chaqiradi. Lekin bu yerda type o'zgarib qolgani uchun fmap qilishimiz kerak. Fmap qilib b ni olib a ni b ni boshiga qo'yishimiz kerak. Buni ham fmap qilib empty list qaytaradigan qo'yishimiz kerak. Ya'ni typelarni bir-biriga mos qo'yishimiz kerak shunaqa. Xo'p. Demak, birinchisi ishlagan joyda ishlayveradi. Ishlagan qolsa biz qadrdagi o'tamiz. Bu so'zga qadar ishlaydi, hech qanaqa o'q bo'ladi. Shu mana birinchi mana buni tekshirib ko'radi. Bu parser p combine qilyapti. P va menini. P dan keyin o'zini o'zi combine qilyapti. Ya'ni agar bu parser ishlasa, chap tomonga ketadi. Lekin ishlamasa o'ng tomonga qaytib keladi. Endi shunaqa. Shu ya'ni alt va combine o'zi bilan o'sha yozsa bo'ladi, rekursiya bilan. Bu yerda sal tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin xuddi funksiya deb tasavvur qilsanglar bo'ladi. Ya'ni p ni parse qiladi birinchi, keyin o'zini o'zi chaqiradi funksiya menu va davom etaveradi shunaqa qilib. Yoki orqaga qaytadi. Yoki mana shu base case deb tasavvur qilsanglar bo'ladi, rekursiv funksiyada. Bu oddiy case, bu yerda o'sha ikkovsining resultini olib bitta listga aylantirib qo'yadi. Xo'p, menu listlashtirib beradi. fmap bilan bu combine-ga pair qaytaradi. Pair qaytarganini keyin listga aylantirib qo'yishimiz kerak. Shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Hop, menu ishladi. Endi mana buni yozib ko'rsak bo'ladi. Qaniydi? Qiziqarli misol. Mana shuni yozib ko'rsak bo'ladi. Run, reload qilamiz. Menu menu parse qilaylik, kommani keyin yozamiz. True false. Reload function. Ishlamadi, save qilamiz. Ana ishladi. True false. Tushunarli. Endi bizda mana bu combine Haskell'da o'zini nimasi bor? Combine'larni ishlash shunaqa juda o'xshash nimalarga type'larni bitta funksiya shunaqa nima borda, короче, type class bor. Shunga o'xshash funksiyalarni birlashtirish uchun. Applicative deyiladi. Buni nimasi nomi, funksiya nomi lift a2. Bu ikkita parametrli funksiya oladi. Birinchi parserni oladi, ikkinchi parserni oladi va C qaytaradi.
Ya'ni funksiyani ikkovsini javobiga apply qilib qaytaradi. If-dagi f barobar f map qilamiz. Nimadir qilib hozir combine va APga combine qilamiz ularni va f map qilib funksiyani nima qilib qo'yamiz, apply qilib qo'yamiz. Ya'ni hozir res a val a val b f val a val b. Ya'ni combine qilyapmiz va mana shu funksiyani nima qilib qo'yapmiz, bizga berilgan funksiyani apply qilib qo'yapmiz. Bu ikkovsi bir-biriga juda ham o'xshash combine. Liftda 2 dan combine qilish uchun shunchaki tuple yasab qo'ysa bo'ladi funksiyada. Combine dan liftda qilish uchun shunga aylantirib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, u implement qilganimiz sababi applicative implement qilgandan keyin biz do notation ishlatsak bo'ladi. Do notationda combine'ni bizga o'zi qilib beradi. Nima? Compiler. Hozir uni qilishdan avval bitta misol ko'rsataman. Parse commandni yozaylik. String mana shu. Endi parse bu commandni yozaylik. Ya'ni true va undan keyin komma keladiganini parse yozamiz. Tushunarli hozirgi holat. Agar shunchaki combine qilib qo'ysak, parse bool bilan parse commandni combine qilib qo'ysak, typelar mos kelmay qoladi. Combine bizga ikkovsining javobini qaytarib qo'yadi, lekin bizga commandni javobi qiziq emas umuman, faqat birinchi parse boolning javobi qiziq. Shuning uchun f map qilib faqat chapdagi parametrni, chapdagi natijani qoldiradigan qilish kerak. Val a, val b, val a. Ya'ni bu Haskell'da bunaqa funksiya bor. fs deyiladi. Pairni birinchisini qaytaradi. Endi buni type'iga qarasanglar, parser bu. Faqat bu qaytaradi. Lekin komma bilan parse qiladi. Komma bilan parse qiladi, lekin hali ham bu qaytaradi, pair qaytarmasdan. Endi tekshirib ko'ramiz. Ana ishlayapti, bittasini parse bo'ldi. Parse bu many qilib ko'ramiz. Ana ishlayapti. Oxirgisini parse qilamiz, chunki undan keyin virgul yo'q, ana bunday qilsa ishlayapti. Endi shuna qilib ikki combine qilib turib, ularni bittasini tanlab, shuna qaytarib yurish juda ham nima murakkab, asab buzib tashlay. Qarochi, ashunga nima bor? Haskell'da nimasi bor? Do notation degani bor. Ashlarni nima qilib beradi. Lekin uni ishlab hozir bilmadim. Bu yerda ishlatish yaxshi fikrimmi? Bunday usulda yozsa bo'ladi. Parse bool komma do deymiz. Birinchi parse bool yurgizamiz, keyin parse kommani yurgizamiz va boolni qaytaramiz. Bizga pure degan funksiyani ham implement qilish kerak mana bu applicativda. Pure degan funksiya hech nima qilmaydigan funksiya desak bo'ladi. Pure x qilib turib parser s just x s. Ya'ni hech nima qilmaydi, stringni shunchalik qaytarib beradi. Pure x shu valyuni o'zini qaytarib beradi. Ana shu funksiyani yozgandan keyin qaniydi ana bu parse bool komma. Mana shunaqa sintaksda yozsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz nima qilayotgandik? Mana yerda combine qilib turib, birinchisini mana shu funksiyani beryaptik, birinchi pairni qaytaradigan qilib, lekin bunaqa chiroyli usulda yozsa bo'ladi. Agar nimasini javobini ishlatmaydigan bo'lsak, mana buni ham shunchaki bunday qilib yozib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni keyin mana shu juda ham chiroyli usulda yozsa bo'ladi, qarochi. Mana bu reload qilaylik. Ana ishlayapti hali ham. U nima uchun? Buni ishlatmaslik kerak, boshqa nimada parser yozayotganini ishlatamiz. Ya'ni buni tushunyapsizlar, ikkosini deyarli bir xil narsa shu ikkalovi. Bu narsani qo'lda implement qilsak bo'ladi. Buni shunchaki qulayroq qilish uchun Haskell'da shunaqa sintaks bor. Hamma narsani combine va mana shu f maplarni o'rniga nima qilib beradi? Compile qilib beradi. Endi mening yozdik. Nimanga qaytaylik.
mening sonini yozdik. Endi Elvar bu parser kombinatorlarni ishlatish qanchalik osonligini ko'rsatish uchun ana shu Elvar tiliga parser yozib ko'ramiz. Birinchi oddiyroq Elvar tiliga parser yozamiz. Oddiyroq tilda biz hozir ESTni yozdik, ESTni. Hop. Menidan keyin ishlamay oddiyroq til deganda biz mana shu nimalarni olamiz. Bu shunaqa stringni olib turib, uni shunchaki nimaga aylantiramiz. Hech qanaqa mana shu plus bo'lsa qanaqadir special case qilmaymiz. Shunchaki f ni string qilib qaytaramiz. Plus bo'lsa plusni string qilib qaytaramiz. Buni bunday qilamiz. EST yoki string bo'lishi mumkin. Atom string deylik, shu nomlanishi shunaqa atom string yoki nima bo'lishi mumkin? Qavsning ichidagi qavs ochilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni nima deyiladi? Cons deylik. Cons cell deylik, bu cell va IST list. Ya'ni bu holda endi cell bo'ladi. Birinchi element plus atom plus, ikkinchi element yana bitta cell atom A, atom B. Yani shu narsani shu narsaga aylantiryapsiz. Tushunarlimi hammaga? Okey, tushundim. Bu syntax shu nima? Adata syntax. Mana shuni olib shunga aylantiryapsiz. Bu yerda plusni shunchaki string qilib qaytaramiz. Endi atom parse qiladigan funksiyani yozamiz. Parse atom. Bu yerda latin harflar bo'lishi mumkin, katta va kichik. Parser deymiz. Yo'q, bunaqa qilmaylik. Nimaroq qilaylik? Parse character predicate. Shunaqa deyil, shunaqa funksiyani yozaylik. Birinchi bu character oladi. Characterdan predicate oladi, ya'ni bu qaytaradigan funksiya oladi va bitta characterni parse qiladigan parser beradi. Parse character key. Characterni o'zini qaytarsin. Bu nima qiladi? Hop, f parser stringni agar string nima bo'lsa, empty bo'lsa, nima bilan yozadi? Case bilan yozadi. Agar string empty bo'lsa, nima derdi? Nothing qaytaradi, chunki input tugab qoldi. Agar stringni agar fh true bo'lsa, unda just qaytaradi. Shu h bilan c deb nomlaydi. Agar boshqa hollarda yana nothing qaytaradi. Tepada h copy Ha, hozir. Bu boshqa hollarda yana nothing qaytaradi. Ya'ni empty bo'lsa, mana shu funksiya true qaytarsa just qaytaradi, bo'lmasa nothing qaytaradi. Endi parse alpha deymiz. Hop. Parse character predicate. Endi bizga character berilgan, uni bu qaytarish kerak. Buni bunday qilsa bo'ladi. C lm A dan Z gacha yoki C lm A dan Z gacha. Hozir tushunadi deb turaveramiz. Bu sekin ishlaydi, lekin bo'laveradi. Endi parse atomni yozamiz. Shular kichkinadan kelib kelyapti. Ko'ryapsizlar, rosa ham oddiy parserdan bitta. Hozir shu yerda to'xtab turib, parse alfani tekshirib ko'rsak bo'ladi. Mana nimaga predicate parse alfa. Masalan, A da tekshirib ko'raylik. A da ishladi, just qaytardi.
lekin son bo'lsa ishlamadi, to'g'ri ishlayapti. Space bo'lsa ishlamadi, yaxshi. Endi ko'p ishlatiladigan pattern bunaqada space consumer deyiladi, SP deb nomlanadi. Bu parsni boshdan hamma space ni olib tashlaydi, qancha space bor bo'lsa olib tashlaydi. Bu narsa shu white space'larni olib tashlash uchun juda foydali. Part qilayotganda white space'lar olib tashlashimiz kerak ko'p holda. Xo'p, bu parser ishtima qaytarmaydigan parser SC o many deymiz, parse character key C barobar yoki T barobar map qilib ana tayyor. Mening bizga list qaytarib yuboradi, bizga list kerak emas, shuning uchun shunga maqban. Bu pattern map qilib, mana birinchi argumentni ignore qilib, doim bir narsa qaytaradigan pattern juda ham nima ko'p ishlatilgani uchun bunaqa funksiya bor. Bunaqa qanaqa edi? Bu tomonga. Bu tomonga $1 bu. Mana shu funksiya bor. Uni ma'nosi o'ng tomondagini o'tdi. O'ng tomondagini asha meni bizga list qaytaradi, lekin bizga list kerak emas. Mana shunga alishtirib qo'yadi. Ichidagini mana shunga alishtirib qo'yadi. Xo'p, space consumer tayyor. Endi parse atom yozamiz. Savolda mana operatsiyada argumentini ololmaymiz. Просто ignore qilib qaytaradigan logik, to'g'rimi? Mana operator. More than $. Ha, ya'ni hozir yozgandagi fmap deb argument ignore qilgan holatimiz faqat, to'g'rimi? Argument ololmaymiz. Argument ignore qilamiz bu yerda faqat. Do notation bilan yozsak bo'ladi. Do notationda shuni yozib, pure mashina qaytaradigan qilib qo'ysak bo'ladi. Lekin hozir do notationga o'tsak bo'ladi, sekin-sekin osonroq bo'lishi uchun. Lekin doim o'sha fmap va combine bilan yozsa bo'ladi, ashuni nima qilmaydi. Ustidan chiqadi. Xo'p. Parse atom qilyapmiz. Bu ko'pgina alfa karakterlar ketma-ketligi. Lekin bu nima bo'lmash kerak? Empty bo'lmash kerak, empty. Shuning uchun sum degan funksiyani implement qilamiz. Ya'ni pustoy bo'lmash kerak. Pustoy bo'lmash uchun sum deb nomlanadi, kamida bitta. Bizda mayga qarasanglar, empty bo'lsa menimiz o'tib ketadi. Menini bu yerda nima deb aytgandik? Qanidi? Menini bu yerda aytgandek, empty stringni ham qabul qilaveradi. Asha emptyni ignore qiladiganini yozamiz, sum degan. Sum key. Hop, bu yerda do notation ishlatmaymiz. Hop. Birinchisida birinchi combine qilish kerak. Parse qiladi. P ni parse qiladi. P ni doim parse qilamiz, chunki keyin bu tomonda alt ishlatsak bo'ladi. Va combine'imizga tuple qaytaradi. Shuning uchun uni nimaga aylantirib qo'yishimiz kerak? Ya'ni AB listga aylantirib qo'yishimiz kerak. Endi mana shu altni ichiga yozishimiz kerak yoki empty bo'lishi mumkin. O'ng tomoni. Chap tomonida rekursiya bo'ladi, something. Buni ham fmap qo'yishimiz kerak. Ana, ya'ni buni birinchi alt keyin combine qilyapmiz, bunda birinchi combine qilyapmiz, keyin alt qilyapmiz. Shu bilan bitdi. Format qo'yaymi? Sum qildik va undan keyin space consumerni ishga tushirib olamiz. Ne sum space consumer pure atom name. Mana shu do notation ishlatyapmiz. Tushunganmisiz? Endi
shu holda identifierlarni parse qila olamiz endi. Faqat ana raqamsiz harfi o'zi. Hı. Ha, hozir showni deraf qilmoqman. Showni deraf qildik. Ko'proq parsiga yozganman. 3 martadan turmatda parsiga yozganman. Har doim nimada qiyshiq qilaman. Ana shu bu yerda convention bo'yicha, ya'ni pattern deyiladi. Ana shu space consumerni har nima qilamiz? Birinchi space yo'q deb assumption qilamiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri parse alfani chaqiryapmiz. Undan avval space consumer qo'ysak bo'lardi. Bu yerga ham undan avvalgi shu white space tashlagan, lekin unaqa qilmaymiz. Nima bo'yicha? Convention bo'yicha shunaqa. Convention bo'yicha birinchi kerakli narsani parse qilib, keyin orqasidan hamma space ni olib tashlash. Hop. Masalan, Yana nima kerak? qilamiz. Endi oxirgi qismi qoldi, celllarni parse qilish kerak. Mana shu xavfli narsalarni parse qilish kerak. Buni denotation bilan qilamiz. Buni ham parse nima deyiladi? Cell denotation. Birinchi mana ochish qavsini parse qilamiz. Oxirida yopish qavsini, yopishni ham parse qilish kerak. Endi many parse atom inner many parse cell o'zini o'zi chaqirish kerak. Va pure cell in. Va shu bilan bitdi mana. Parse cell. Bitta oxirgisi qoldi. Bu cell adashib ketdim, uzr. Bu cell doim qavs bor deb o'yladi. Bunisi doim atomni parse qiladi. Endi bizga ikkovsini qaysi biri mos kelsa, ashinisini parse qilib ketadigan versiyasi kerak. Hozir parse AS deb bo'ladi. Parse atom alt parse cell. Va bu yerda parse cell o'rniga parse AS dan ishlatishimiz kerak. Chunki u cell bo'lishi shart. Recursive. Mutual recursive. Bu hamma funksiya rekursiv etdi. Ya'ni bir-biriga nima qilyapti? Qarasanglar. Rasam incest bo'lyapti, bunisi bunga refer qilyapti. Bunisi bunga refer qilyapti, bunisi o'ziga refer qilyapti, shunaqa. Ya'ni qiyin joyi Lekin o'ylab qarasanglar, o'qisanglar rosa oson. Ya'ni uni yozib ko'rsanglar, bir ikkita juda ham qulay bo'ladi. Bunaqa haqida o'ylamay qo'yasiz. Ana endi yozib ko'raylik. Plus 1 plus 42 deylik. Identify. ABC qo'ying. ABC qo'ying. Bizda identifierlar. Shunga ABC qo'yaylik. Hop, mana ishladi, ko'rdinglar-a? Shu bilan ham ishladi. Endi bu birinchisi edi, parsini tushunarli shu. Tushunarli emas bo'lsa, denotation o'rniga combine bilan qilsak bo'ladi. Buni mana denotationni o'chiramiz. Fmap yozamiz. Fmapda shu name va s ni ignore qilamiz. Va fmapda combine bir argumentiga combine qilamiz. Buni combine birinchi argumenti bo'ladi. Ikkinchi argumenti s bo'ladi. Va bu yerda pure qilganimiz uchun name ni cell qilamiz. Name qilamiz. Endi ana. Denotation o'rniga mana shunday yozsak bo'ladi. Denotationda lekin juda ham nima ko'rinadi, to'g'rimi? Ancha yaxshiroq ko'rinadi. Sodda. Intuitive. Shunaqa. Ya'ni mana shu hammasiga combine qiladi. Compiler shu ignore qiladi. Mana bu yerda ignore qilayotganlarimizni ignore qiladi va mana bu yerda oxirida nima qaytargan bo'lsa, o'shani funksiyani chaqirib qo'yadi hammasini javobi. Shunaqa. Shunaqa qilib. Ko'rgan bo'lsanglar, fmapdan keyin mana bu yerda masalan fmap bilan combine ishlatyapmiz, to'g'rimi? Bu yerda ham fmap bilan combine ishlatyapmiz. Bu yerda combine bor.
qani mana fmap bilan combine bitta qatorda. Mana shu fmap bilan combine o'zi aslida mana bunga mos keladi. Bu yerda Lifta 2 ni implement qildik-ku, Lifta 2 shu fmap bilan combine qilingan. Bizda combine dan boshladim, sal tushunarliroq bo'lishi uchun, lekin odatda Lifta 2 ancha nimaroq ishlatiladi, ko'proq ishlatiladi, chunki qulayroq. Ya'ni combine qilgandan keyin srazu uni javobiga mana shu funksiyani apply qilib oladi. Chunki bizga kamdan kam holatda pair kerak. Ko'pincha combine qilish kerak. Lifta 2 qilish kerak. Ana shu bilan bitdi. Endi boshqachasini yozamiz. Mana shu arifmetikalarni ham bir yo'la parse qiladi. Bunisi ham uncha yomon emas. Parserimizni arifmetikani ham mashina o'zida parse qilib nima qilsa bo'ladi. Lekin nima emas. Ya'ni parse qilib bo'lgandan keyin kodni o'zida plyusga tekshirib, plyusga taqqoslab, ko'paytiruvga taqqoslab chiqsa bo'ladi. Lekin parserni o'zida qilib olsak, menimcha chiroyliroq bo'ladi. U dasturlashtirishga qarab tanlasanglar bo'ladi. Va doim shunaqa nima bo'ladi? Parser yozayotganda doim nima bo'ladi? Kamroq narsani parse qilib, qolganini qo'lda tekshirib qo'yamanmi yoki ko'proq narsani bir yo'la parse qilib o'ramanmi degan savollar bo'ladi. Aytsam, mana bu yerda qolib ketgan space consumerlar qilish qolib ketgan o'rtada. Ana shu endi ishlaydi. Hozirgi holatda maytda space qo'yib qo'ysak ishlamasdi, endi ishlaydi. Bu holatda qo'shimcha house ochganimizdan keyin space consumer qo'ydik, bu norma. Lekin eng birinchi space consumer kelmaslik kerak degansiz, to'g'rimi? Convention bo'yicha. Ha, boshiga qo'ymash kerak convention bo'yicha. Bu degani bu yerda mana bu nimada mayerga qo'ysak ishlamay qoladi, lekin bu okey. Bizda chunki biz mana bu yerda ko'rsanglar, parserimiz u parser run parserga biz butun stringni to'g'ridan to'g'ri berib yuborish emas. Maqsadimiz u emas bizda. Haqiqiy parser yozayotganda error va shunga o'xshagan har xil narsalarni o'zi bilan nima qilib turadi? Nima o'zi bilan olib yuradi, ya'ni initialize qilish kerak. Shu initialize qilayotganda nima qilamiz? Ja bo'lmasa, yoqmayotgan bo'lsa, bu boshdagi nima qilish, bunday qilib qo'ysalar bo'ladi. Parse top level degan turib, sc deb turib, sc parse s deb qo'ysalar bo'ladi. Ya'ni shunaqa. Mazmun. Ana, tushunarli. Agar nima qilsa, shuni yozib qo'ysalar bo'ladi. O'sha. Keyin ashini ishlatasizlar buni ishlatasiz. Ya'ni eng boshi. Xo'p, endi ikkinchisini yozamiz. Bunisida arifmetik operatsiyalar bo'ladi. Data L var deylik. LV deylik, osonroq bo'lishi uchun. Bunda arifmetik operatsiyalar bo'ladi. Birinchi atomdan boshlaylik yoki variable dan boshlaylik. Variable string bo'ladi. String bor. Ikkinchisi class deylik. Shu classni shunday yozib ketaveraylik. Class LV. İkincisi minus bo'ladi deylik. LV. Yoki addition, add, sub deb yozsam tushunarliroq bo'lishi mumkin. Nimaga qarab, token add, sub, ko'paytiruv, multiplication, literal qo'shib bo'ladi, to'g'ri. Literal, endi literalga int parser yozishimiz kerak bo'ladi. Keyin qo'shamiz. Birinchi mana shuni qilib olaylik. Multiplication, ana nima kerak? Division. Chiqartmas. Hop, endi let kerak bizga, let kerak. Let bu birinchi asha nimasi bo'ladi? Variable nomi, keyin variable ni ichiga nima qo'yish kerakligi va variable ni ishlatadigan expressionimiz. Endi shuni parse qilamiz. Birinchi parse var qilamiz. Parse atom bilan bir xil sc ni avvalgidan ishlatamiz. To'g'ri. Nima qilyaptik? String, parse alpha many alpha space consumer pure x.
Shu purex degani ya'ni nima qaytarish kerak? Shu purex deb yozish kerakligi esda qolsa edi. Savol esimdan chiqdi. Space Consumer'da menu emasmi yo menimi? Space Consumer'da menu. Ha, bu yerda sam qilish kerak. Space Consumer'da menu bo'lish kerak. Chunki space yo'q bo'lsa ham nima doim qaytish kerak. Parallel keyingi qator palov taqsimda. Ya'ni hech nima yo'q bo'lsa ham okey. Space Consumer shunchaki hamma space ni olib tashlaydi. Shunaqa. Variable ni parse qildik. Yo'qsa inline qilarmiki mana shu hozir rekursiv call qilyapman. Bu yo'q inline qilarmiki masalan use case'ga qarab. Endi JHT ancha yaxshi inline qilish bo'yicha, lekin hozir yozayotganimiz baribir juda ham sekin. Agar hozir qaysini inline qiladi? SC nimi? O'zi umuman masalan qarangda, uni parse farqli. Uni ichida sum parse alfa, ichida yana parse inline desa mana rekursiv call qilmaydi endi. Ko'p rekursiv ham stack trace'dan oshib ketadi masalan. Stack JHT inline qilmaydi, men katta ehtimol rekursivni uni nimada qiladi? Oxirida LLVM ga beraveradi-yu, PC ga. Ashi o'zi nima qiladi? Unlock qiladi. U while loopga nima compile qilib tashlaydi-da u birovlar. Keyin while loopni nima unlock qiladi ashi. U JHT juda ham aqlli, ko'p narsani while loopga compile qilib tashlaydi rekursiyalarni. Ashi keyin o'zi hal qiladi uni. Mana parse bor qildik. Endi ikkinchisi addition kerak. Bunday qilaylik. Mana shu tomonda turadi. Ko'rib ko'rsa bo'ladi. Spider-Man borku, ashkasini yechganda o'z xarar ko'rinadi, hech narsa ko'rinmaydi, ikki xabar. Parse addni bunaqa bo'ladi. String space string plus space pure yo'q. Endi left LHS qilaylik, left hand side parse esti. Mana shu turaylik hozircha. Mana shu top level yasab qo'yaylik, keyin qilaveramiz. Parse LV, keyin orasida yana space, lekin parse LV o'zi space ni o'tkazib yuborish kerak. RHS parse LV va pure addition LHS RHS. Mana bu yerda yopish kerak. Yes. Bunga type qo'shaylik. Parser LV. U xatoligicha turib turaveradi, keyin qaytgan. Endi parse sub uchun ham yana xuddi shunaqa narsani yozsak bo'ladi yoki uni funksiyaga aylantirib qo'ysak bo'ladi boshqacha. Mana shu parser kombinatorlar yaxshi tomoni shunaqada. Shunaqa parserni qayta-qayta bitta qismini yozayotgan bo'lsak, mana shu sub yozsak, mana bu qismi o'zgaradi xolosda. Mana bu qismi ham o'zgaradi. Shuni qayta-qayta yozmaslik uchun Parse FNC bo'ladi. nima qilsak bo'ladi? Alohida funksiyaga aylantirsa bo'ladi. Parse binary deymiz, ha? Bo'ldi, binary to'g'ri, FNC. S constructor F oladi. Mana shu yerda S ni parse qiladi va funksiyani ikkosini nimasiga chaqiradi. Shunda parse binary use add bo'ladi. Nima bo'ldi? Add bureau. Yo'q, tushundim, lekin keyinni bossam o'chmayapti. Yo'q, yo'q, qaramaydi. Chetga qaramaydi. Aslida hali shifrlangiz bor ekan. Bu yerda kod ko'p. Parse add qildik. Parse sub qilamiz. Shunaqa qilib juda ham oson yozib ketsa bo'ladi. Parse sub. Men tushundim, siz qanaqa yozyapsiz. Mana bizga pastga ko'rinib turgan REPL tagida siz qarab turibsiz asl kodlarni. Parse multiplication binary. Endi let qoldi. Sub bo'lib qoldi oxiri. Modulga. Endi let qoldi.
yana ham nima qismi, mana bu qavslarni parse qilish juda ko'p kelib chiqadi. Shuning uchun uni ham nima qilsa bo'ladi. Yana bitta abstraksiya qilsa bo'ladi. Parse parents deylik, cell deylik, avvalgida nomni hisob bittalar bilan deylik, parse. Serias o'zlari bor edi. Ko'p parsektor o'lmaydi mana shuni. Parents. Yo'q, binary. Yo'q. Parents emas. Yo'q, ikkita tomon nimadir start modeli o'rtasida oladi. Parents. Parentsmidi? Parents bo'lsa o'sha avtomatik on between. Men bitta qilmoqchi emasman, men bir yo'la ichini ham parse qilmoqchi edim. Lekin menimcha shart emas, menimcha qaytarsak bo'laveradi o'zim. Ba'zida pragmatik bo'lish kerak. Parse let do Aslida oldik. String letni olamiz. Space consumer string nimani olyapmiz? Variable nomi kerak. Many alpha. Ha. Many parse alpha. String. Nima kerak edi yana bizga? Anavi aslida bunaqa yoziladi. Mana bu yerda ichiga yoziladi. Shunaqa edi sintaksi. Ha, shunaqa. Let ichida closure ekan. Yana space shart emas, space kerak to'g'rirog'i. String. O'rtaga parse ld. Value is parse ld. Yana space consumer. Oxirida nima kerak? Endi body ni parse qilishimiz kerak. Body parse ld. Va pure let name value body. Va shu bilan type checkerdan o'tdi deb o'ylayman. Mana kerak. Pure x o'rniga pure var x qo'yish kerak. Parse var ichida. Qayerda? Parse var ichida. Parse var pure x emas, pure var x. Ha, to'g'ri. Mana da shu letni parseri ko'rsanglar bo'ladi. Shu juda ham oddiy. Mana buni parse qilyapmiz, letni parse qilyapmiz. Kodda yozsak buni check chiqish kerak, prefixini tekshirish kerak, ham substringlar chiqish kerak. Umuman bunaqa yoki regular expression yozish kerak. Hech kim yozish yaxshi ko'rmaydi bilamiz. Shunaqa qilib yozib tashlasa bo'ladi. Juda ham qulay. Endi bitta narsani ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu S-ni ko'p marta chaqiryapmiz. Bitta yana ko'p ishlatiladigan conventionlardan biri bunaqa funksiya yozish. Lexing degan funksiya yozish. Lexing bu parserni oladi va parserni ishga tushiradi, S-ni ishga tushiradi va shunchaki purex-ga qayta qo'yadi. Ya'ni mana shu haqiqat nima qilmoqchilik uchun. Mana shu endi string o'rniga lexing deb yozsak bo'ladi. Lexing. Bitta qator saqlab qo'yinglar. Shunaqa. Bitta sharoitni saqlash uchun qanday nima ish qilyapmiz? Lexing. Esdan chiqib qolmas yaxshiroq, muhimroq. Esdan chiqib qolsa baglar chiqishi mumkin-da. Mana. Yana ham chiroyli bo'ldi. Qanaqa lexing? Ha? So'g'ga o'xshagan ekan. Iterator ketdi. Hazillashaman. Orzu qilib deyman. Sen o'tda mana. Hazillashdim prosto. Bo'ldi. Endi parse ld ni yozamiz, ya'ni shu hammasini birlashtirib, qaysi bir parser mos kelsa, ashuni yurgizib oladi. Endi fmap qo'yishimiz kerak oxirida. Yo'q, fmap ham shart emas. Shunchaki alt qilamiz. Ya'ni fold alt hop listni beramiz. Hammasini orasiga altni qo'shib chiqamiz. Fold. Parse var. Parse add. Parse sub.
Hı? Ha, Hı. hozir qilamiz. Parselet deymiz. Oxirgisi parselet. Ne oldu? Şam. Ana shu altni ikkita parametr emas, ko'pgina list qiladigan nomi conventionda choice deyiladi. Shunaqada. Choice. Eysam desam Assume bo'ladi. choice. Choice desam. Parser'da choice deb esamni Elyasov qo'yadi. Mazmun nerede? Choice type yozaylikki, hop, choice parser oladi, parser A olib, parser A qaytaradi. Endi type error beradi. Shu Haskell'ni ham ba'zida yozish kerak. Shu yaxshimi? O'kamda hech qachon yozmash kerak. Hop. Ya bugun kuni zo'r bo'ldi lekin hop. Shu bilan Avvalda ikkinchi qator bo'lib, ikkinchi qism bo'ldi-da, keyin Haskell'da birinchi qism bo'ldi. ha. Eskari hammasi. Ahmad aka hozir Endi bu yerda choice deb yozsa bo'ladi. assembly cooking qiladilar. Right. Linda. Ana bitta format bordi faylni. Mana. Ha, biling mana shu bor. Format. Endi tekshirib ko'ramiz. Interactive print. Run parser, run parse LV plus 41 plus 42 34. Ah, show qilish yana esdan chiqib qoldi. Endi kerak emas sho'ning. Bunda iloji ham yo'q. Berayin shu. Видно, настройки керевишь. Nega ishlamadi? O'chirib qo'yaylik. Ha, bizda yana intlarni parse qilish qoldi. Hozirgina faqat bizda nimalar bor? Qani letni ishlatib ko'raylik. Birinchi let x y x. Ana let qilish ishladi. Endi bizda intni parse qilishimiz kerak. Hop, endi o'ylab ko'ringlar, bu sal interaktivroq qilmoqchiman. Intni qanaqa parse qilsak bo'ladi? Ideyalar bormi? Misol yozaman, mana bu yerlarga intni masalan 0 bo'lishi mumkin. Voy, alfa anavi bor-ku. 23 bo'lishi mumkin. Minus yo'q, minus. Meni bunaqa A-dan Z-gacha degan. 0 dan 9 gacha meni bo'ladi. Bo'ldi. 0 dan 9 gacha meni. Uni keyin nima qilish kerak? Nima qilasiz? Anavi predicate bor-ku, shart predicate'da. 0 dan 9 gacha qilasiz. Keyin meni deysiz. Hozir yozamiz. Maytga birinchi literalni qo'shaylik. Endi literal ham o'zi nima har xil bo'lishi kerak, string literal bo'lishi mumkin, number literal. Ha, L Ha, bo'ladi. o literal Expression problem kelib chiqadi hozir bunda. Kontent kerak bo'lib qoladi. endi parse literal qilaylik, parse link qilamiz. Shunda many Oldin parse digit qiling. Meni parse digit. Nima edi? parse char'da predicate va char'da anavi boyaga ln endi bular to'g'ri ishlamaydi. 0 dan 9 gacha. naqsi unda applikatsiyani to'qiladi. Keyin parse int many parse digit. Hop parse To'xta. Parse digit endi applikativ bilan uni yig'ib chiqishimiz kerak. Chunki u ketma-ketligini qildida bir ko'paytirib chiqadi, mana bo'ladi. Endi nima Xonalarni. Unga ko'paytirib yig'ib chiqish kerak ishni. Yoki stringga o'girib harakat qilib yana parse qilsa bo'ladi. Masalan, bir tuzkardan bu yerda ring digit qilib olsak bo'ladi, muammo yo'q. Lekin
hozir qanaqa edi? Pure link intga o'tkiz, ya'ni read mana shu intga o'giraveradi yoki boshqa tiplarga ham shu. Qo'lda yozim kelmayapti, read qilib olaylik. Birinchi digitlarni parse qilamiz, ya'ni keyin link qilamiz. Read qilamiz. Shunaqa. Lekin endi bu yerda muammo bor. Bitta katta muammo bor. Float parse qilamiz. Parse link shunaqa edi. Empty string bersa parse bo'lib ketadi. Combine bilan yo'q, combine bilan emas. Shuncha Sum. Sum. Sum qilsa muammo chiqmaydi. Ana. Va bu nimasi ancha kattaroq edi. Space consumer bilan qo'shib qo'yib. Mana shu empty oladigan parserni juda katta muammosi bor. Empty oladigan parserni infinite parserga olib kelib qo'yishi mumkin. Shu internetda o'qib ko'rsanglar bo'ladi, u haqida Grid deb olishmi? hech qaysi parser empty inputda success qilmash kerak. Mana shu space consumer bitta exception, yana exceptionlar bo'lishi mumkin, lekin odatda parser hech qachon bo'lmash kerak. Shuning uchun meni kamdan kam ishlatyapman, ko'pincha son. Ha? Greedy bo'lib ketadi, to'g'rimi? Greedy? Rasam. Hop. Yana bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Endi men oldida minusi bor string intlarni oladigan qilaylik. Masalan, -1 bo'lgan. Orasida space bo'lsa olmash kerak. Faqat oldida ilova kelsa olish kerak. Endi bu yerga nima qilamiz? Sign deymiz. Nima qilamiz bu yerga sign ichiga? Sum char minusmi? Optional qo'shish kerak. Yoki Naqsa bo'ladi. Yoki pustoy bo'ladi. Yo'q, pustoy. Yo'q, pustoy ikkinchi qilish kerak. To'g'ri. Birinchisiga charni faqat minus bo'lsa. Ana string minus-a? String minus. String minus. Yoki endi bu yerda nima qilib qo'yamiz? Digitsni bermasdan signni ham berib yuboramiz, qo'shib nima qilib. Shu bilan ish bitdi. Eng pragmatik Haskell bor o'sha. Nimaga? Bu ketdi. Json stringify, json bas bo'ldi-da hozir. Nimaga error deyapti? Sign tipi nima edi? Signni tipi string bo'lishi kerak. Yo string nima? Alt bo'lgan. String nima qaytarar ekan doim? Tupulni alt bo'lgan. Bunday qilib qo'yish kerak. Bu yerda bunday qilish kerak. Bu yerda bunday qilish kerak. Ha, to'g'ri. Bizda string implement qilganimizda string hech nima qaytarmasdi. Nimada ham ko'pincha hech nima qaytarmaydi. Nima edi? Chunki u rosa sekin bo'lib ketadi qaytarsa. Endi nimaga qarab implementation. Endi nimada men davomida nima qilmoqchi edim? birda ishlayapti, -1 ga ishlayapti. Birinchi uchun uni qancha ishlaydi stringify qilib redigamiz. Ana ishlab. Endi parse linkni mana bu choice'ga qo'shib qo'yish kerak. Qayerga qo'shsa yaxshi, qayerga qo'shsa yaxshi. Shu bilan ish bitdi. Endi yana bitta oxirida ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam stringni masalan arrayni parse qiladigan qilaylik. Mana bu 1 2 3 42 shunga o'xshagan narsani parse qiladigan qilaylik. Orasida kommasi bor. Bittadan komma bo'lishi kerak, oxirida komma bo'lmashi kerak. Bu narsani qo'lda qilish rosa qiyin bilsanglar, chunki mana bu komma nima qiladi? Ikkilarda. Oxirida kelmaydi. Oxirida kelmaydi komma. Qanday laser? Ana shu komma 2 marta keladi. 3 marta bo'lsa, element 3 ta bo'lsa, komma 2 marta keladi. Va shuning uchun вообще asab nimada nima qo'yish, off by one error qilish yoki har xil buglar qo'yish oson. Endi mana shunaqa parser qilaylik. Mana shu emasmi?
Bu yerda biznikida farqi space'ni xohlagancha tashlasa bo'ladi orasida. Oxiriga xohlagancha space tashlasa bo'ladi. Shuning uchun bizda ancha osonroq bizdagisi. Virgulni ko'radi, lekin konstruksiya qilmaydi degan narsa-chi, misol uchun. Nimadir piktilar shu. Biznikida xohlagancha space bo'lishi mumkin orasida. Shuning uchun bu muammo bizda kuchsizroq, unchalik emas. Hozir biz nima qilamiz? Aynan mana shu muammoni yechaylik. Parse error array deylik. Int bilan qaytaradi. Deylik. Mana buni nima qilaylik-da? Parse int qilamiz. Parse int space consumer trough-ni tashlamaymiz. Trough-ni ana shu tashqariga chiqarib qo'ydim, reuse qilish uchun. Ya'ni shunaqa. Ko'tingizni teshik bitta ekan bunda. 10% yetkazdi. Yetadi. Ha, ko'ring. Sizniki emas, hali planshetda. Qancha? Endi hozir. parse array'ni implement qilaylik. Bu yerda string bo'ladi, mana shuni. Oxirida ham string bo'ladi, mana shu. Endi orasi qiziq bizga. Orasiga nima qilamiz? Ha? Короче, нам надо reverse-dan Nima bo'ladi? Aytib O'yindan chapga tortdilar. O'yindan chapga ham xuddi shu muammo bordi. Mana o'yindan oxirida yo'q. Baribir Mana shu men narsachi any space virgul va bush string va hozir space haqida o'ylamay qo'yinglar, faqat nima haqida, virgul haqida. Sep pay. bosh birinchisidan keyin ana bo'lishi mumkin. yo'g'ri yo'q qilaylik bo'ldi. Virgul yoki bo'shliq string. Ha? Ha, yo'q. Virgul bo'ladi, any qilamiz, string virgul va string bo'sh. Bo'sh unda bo'lmaydi. Bo'ladi, menimcha. Ko'raylik bitta. Bizlarga gitti. Meni qilyapsizmi? Meni? Yo'q, meni ichigami ana shu eningiz? Birinchisi ochildi. Sum combine parse mana bu literal deylik hozircha. Nima yozdim o'sha? Combine birinchisi ana bo'ladi. Oldin boshda virgul bo'lmaydi. Boshda virgul bo'lmaydi. Birinchi yo'q, yoki mana qilaylik, nabarat qilaylik. Birinchi virgulni farz qilishga harakat qilaylik. Yo bo'shliq, yo virgul, yo bo'shliq. Keyin mana shunday qilamiz. Ya'ni oxirdan emas, boshidan farz qilishni boshlaymiz. Как будто mana bunga harakat qilamiz. O'sha yerga qo'ying. Hadi. Biz mana buni bitta deb qabul qilmaylik-da, mana buni bitta deb qabul qilaylik. Keyinchi. Keyin birinchisida test qilamizda, yo virgul yo bo'shliq. Keyin val. Shu bilan meni bitadi. Yo'q, sum bo'ladi. Bo'lmasligi ham mumkin. Usta bo'lishi mumkin. Tushunamda deyapsizmi? Ana. Qara, sum qilaylik. Sum. Bu menini просто yo'qligi varianti, to'g'rimi? Yo'q bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Sumda. Bitta bo'lishi kerak kamida sumda. Men qilaylik bo'lsa. Meni. Aha.
birinchi housda tak combine any correct combine qilamiz any birinchi argumenti any virgul yoki bo'shliq keyin qolganini lead deymizmi nima lead qilamizmi shunaqangi gap o'tirib deb berdi. Hozir buni ko'radigan. Taraf sanmamızı burada asarmak bir şey. Asarmak bir şey. Bundan tugaydi hozir. Hozir men fikrim shu, ya'ni oxiridan qilish emas, boshidan qilaylik. Boshidan virgul tekshirishimiz oson. Space'da virguldan. Ishqilibdi qayerda error deyapti. Parsing deb qo'yildi. Parsing nimaga error deyapti? Tushuntirib olinglar. Any Altıda bizde. En iyi masada 6. Alt virgul zo'r. Hop, ana. Shunaqsa bo'ladimi? Prova qilaylikchi. Items. Pure items. Load. Run parser. Parse parallel. İşte. Ishladimi? Ana empty ham ishladi. Bo'ldi. Chunki menda ham xuddi shunga o'xshash case bo'ldi-da, juda o'tirdim, o'ylanib turardim. Hozir xayolimga kelib qoldi. Boshida tekshirsak bo'ladi dedi. Lekin bu holat sal bitta xato bor. Buni orasiga virgul yozmasa ham o'tib ketaveradi. Shuning uchun ishlamaydi. Yo'q, bu xato bu. Ulash kerak. Chunki parsing mana bu space consumer bo'ladi-da. Agar mana shu parsing odatda tilda space consume qiladi-yu, odatda tilda. Mana shuni qilsa ishlamay qoladi. Buni muammosi mana bu virgul doim bo'lish kerak, faqat lekin ikkinchi elementdan avval, ikkinchi element bo'lsa, qani mos. Ikkinchi elementdan oldin virgul bor, uchinchi elementdan oldin bor, lekin birinchidan oldin yo'q. Ashi bu en alt bo'lmash kerak, bu aynan bittasi bo'lish kerak. Nechinchi elementlarga qarab. Birinchi elementda mana bu bo'ladi, ikkinchi elementda bu. Uni check qilmasdan if i barobar 1 qilib tekshirish o'rniga bu yerga alohida olib chiqib qo'ysak bo'ladi. Item 1 parse in bu yog'iga faqat endi hammasi string Tushundim. Item 1 items. Lekin endi bu yerda bitta item kamida borligini nima qilib qo'yapmiz? Agar empty bersa ishlamaydi endi. Alt. Endi Agar ochib yo'qilsa degan gap qilsak ham one parser reload qilmadigi ana nothing bo'lyapti, ishlamayapti. Xo'p, endi shu aytganda prosta nima qilib qo'yish kerak? Alt qilish kerak, alt alt bu yoki yopiq anov, to'g'rimi? Boş list.
bo'shlik, pure bo'shlik. Bittasi chap tomoni yoki o'ng tomoni. Shunda hozir bu sep by 1 bo'ldi. Endi alt deb pure bo'sh string beradigan bo'lsangiz sep by o'zi bo'ladi. Shunaqa kombinator nolda yaratdik hozir. Mana alt qilyapmiz. Bir tomoni shu, ikkinchi tomoni shunchaki string mana shu. Va bu tomonda pure nima qaytarishlaydi? Empty list qaytarishlaydi. o'zi hamda aytdim saroqda Nima bo'lgani? Xasga Agar pure x qilib olib chiqish kerak, ha? Mana shu alt qilyapmiz. Chap tomoni mana shu, o'ng tomoni mana shu. Bitta element bo'lsa mana shu tomon, ikkita element. Shunaqa bo'lgani uchun bu narsalarni parse qilish rosa ham gemoroy. Shuning uchun biz nima qilib qo'ysak bo'ladi? Masalan, parse set by degan kombinator bor, set by shu ichini, mana shuni ichini abstraksiya qiladi. Hozir bunday qilaylik-da, set by bunisini emas, set by bu mana bunisini ichida oladi. Yo'q. Shuni hammasini oladi. Set by 1 faqat ichini oladi. To'g'ri, shunaqa. Set by shu nima qiladi? Bu bitta parser oladi, separator oladi. Bitta separatorni parse qiladi. String deya olaylik, separatorni. Mana bu yerda parserni ishga tushiradi. Yana bitta parserni ishga tushiradi. Boshqa holatda shunchaki empty list qaytaradi. Va oxirida mana shu qismini abstraksiya qiladi. Boshini qo'ymadingiz, tanlasi-yu bechora. Drakon. Yo'q, yaxshi, buni o'chirish kerak edi. Set by bu faqat ichki qismini oladi, tashqi qismi baribir bu yerda. X set by mana shu parse string yopish mana shu. Endi mindset shunga bir ozgina to'g'irlash kerak-da. To'g'ri sanaysan parserlarga. Bo'lmasa to'g'irlamasangiz qiynalib qolasiz. Mana shu sal prosh o'ylash kerak. Yengilroq. Mana o'qishlar. Endi mana parse int ni ishlatib ko'ramiz. Parse int mana shu set by ni ishlatib ko'ramiz. Qani tashqarisini hisoblamaydi, ana ishlayapti. Endi xohlagan separator qo'ysa bo'ladi bu yerga. Masalan, plus qo'ysa bo'ladi. Plus qo'ysa, plusni ham parse qiladi. Bug chiqdi. Ha? Bug chiqdi. Bug emas u feature. Rost. İşte set by'ning ichida set by ishlatsa bo'ladi, mana. Просто oxirgi boshqa shaylar bo'ladi. Ana set by'ning ichida set by ishlatyapmiz. Endi pluslarni nimani ichida ishlatsa bo'ladi? Qani, yaxshimi? Bugmikan yoki featuremikan? Ya rostanda Ya rostdan qarangda 1 2 3 ta plus berganingizda baribir hisobladi-da. Parse qilib qo'yib qaytardi. Shunaqa bo'lishi kerak. Endi agar convention bo'yicha qanaqa demoqchiman-da, masalan. ha, odatda shunaqa. Backtracking. Odatda between degani ham bor, shu bilan bitiramiz. Between degan kombinator bor. Bu left, right deyli va parser. Birinchi leftni qiladi, keyin parserni ishga tushiradi, keyin rightni ishga tushiradi. Keyin mana shu yomonchi bu. Chapdan shuncha orasini qaytaradi. Ya'ni mana shu patternni abstraksiya qiladi. Mana shu between orqali mana buni nima qilsa bo'ladi? Between string shunaqa qilib va mana shular oralarida nima asabni buzib bermaydi. Endi do notation ham shart emas, chunki bitta o'zi qoldi, set by'ni mana. Shunaqa qilib kichkina parserlardan shunaqa katta narsalar yasasa bo'ladi. Qilib shu bilan bitiramiz. Oxirida bitta narsani ko'rsatdim. Men parser kombinatorlarni shunaqa tillarga ishlatganman, lekin bitta holatda nimaga ishlatganman? Loglarni parse qilishga ishlatganman.
Bu mana bu faylda bor. Webhook degan. O'qib ketmanglar iltimos. Minecraft logini parse qilib, har xil loglarni turiga nima qiladi? Qaysi turga qarab, ba'zilarini ignore qiladi, ba'zilarini nima qiladi? O'sha Discordga report qiladi, ba'zilarini hali katta urgent qilib report qiladi. Pythonda qilingan. Pythonda ham parser kombinator bor, nomi parse deyiladi. Xuddi biz qilgandaqa arxitekturada ishlaydi. Ana nomlari bir xil. Parserda ham denotation bor. Pythonda ham denotationga o'xshagan narsa qilsa bo'ladi. Mana shu generatorlar bor. Mana bu yerda yield qilyapmiz. Haskellda bunday time, thread, level, log header deb yozsa, bu yerda yield qilyapmiz. Shunaqa. Generator. Return beradi. Kutadi adashmasam. Aslida o'sha nima edi? Continuation deyiladi. Mana shu yerda endi mana pastroqqa tushsa, mana shu yerda kod bor. Mana bu yerda infodan keyin username kelib, join the game desa, mana shu lambdani ishga tushiradi. Mana shu lambda bilan shu green square join the game shunaqa formatga kirishdi. Har bitta case'ga shunaqa qilib chiqadi. Mana shu result nomlarini ignore qiladi degan, ya'ni nonga aylantirsa, bu yoqda ignore qiladi. Bu yerda mana yana stringga aylantiradi. Left the game. Ishqilib shunaqa ko'p case'lar qo'shib ketsa bo'laveradi. Ishqilib rosa ham qulaydi shuni ishlatishgacha. Regex qilsa bo'ladi, lekin regex yoshi mazga ba'zi library'lar bor, ular ham mazga hammasi mashinasi eng yaxshisi. Ishoninglar. Shu bilan bitadi. Kattalar mazgi joylari borda. Mana decision qilish degan joylari borda, qiynab qo'yadi regexda. Ya'ni simple narsalar uchun zo'r regex, lekin hamma case'ni qamrash qiyin-da, endi qilsa bo'ladi. Lekin qiyin. Yana bitta kuchi ham kuch jihatdan ham kuchsizroq regex. Haqida gaplashsa bo'ladi. Ha, o'zini anonsi borku, Turing machine har doim mana yo'qtirani ko'rsatishda Turing machine anonlari bor. Ha. Ne qilaydi? Bo'ldimi? Yana nima demayapti qilib? Nima yo'q ekan? Menimcha. Ha. Menimcha. Hech kim o'ynamaydi bo'lsa. Ha, hisoblamiz. Короче, Turing machine, start machine. Shu Chomsky hierarchy degan narsalar chiqadi hammasi ashqa. Xuddi shundan ko'rsatmoqchi edim. Mana bunaqa narsa. Mana eng bizda Turing mashinlarimiz. Eng pastdan regular. Ha, biz mana shu atroflarda yuribmiz. Expressionlar mashqlarni parse qila oladi. Applicative parserlar bitta tepa degan parse qila oladi. Mana parserlar yana bitta tepa degan parse qila oladi. Turing machine mashq. Induksiya qo'ysa Turing machine bitami? Yo'q, Turing machine yo'q, adashib ketdim. Context free ni applicative parse qila oladi, monad Turing machine ni parse qila oladi. Chunki anoku halting issuelar ham bor. Qiyin ish qilib. Yo'q, ish qilib Turing machine просто nimani parse qilsa bo'lsa, ashuni parse qila oladi degan. Xuddi shu bilan meni talqim tugadi. Hammaga rahmat.